Yasminaxon qizim bilan yana bir kunlik mini vlogimiz. Dadamizning dam olish kunlaridan foydalanib, qizimga shunaqa kreslo olishga boramiz. Sisi kremlardan ham avvaldan viloyatlarga jo'natish uchun. Sisi kremlarimizni tez pochtaga topshirib, osh markaziga osh yegani keldik. Samarqandcha oshlarni maza qilib yeb oldik. Qizimga ham oshni quyruqlaridan berdik, maza qilib yedi. Shopping qilish uchun Chilonzorda joylashgan Atlasga keldik. Namuncha yosh bolalar narsasi qimmat. Bitta kurtkani 400-500 ming deydi. Aslida bu kurtkalarni Xitoydan 100 mingdan 200 minggacha bo'lgan narxda olsangiz bo'ladi. Erimga mani qadrimga yetishingizni yana bitta sababi deb kashalarni narxini ko'rsatib o'tdim. Chunki qizimizga ona suti beramiz. Kreslo olish uchun juda ham ko'p magazinlarni aylandik va o'zimizga ma'qul keladigan magazin topdik. Magazin nomi Brand Kolyaska. Kolyaskalarni o'zi ham xilma-xillari bor ekan. Va o'zim xohlagan o'tirg'ichdan ham shu magazindan topdik. Bu magazinda faqatgina kolyaska emas, o'zi tebranadigan, qo'shiq aytadigan har xil turdagi divanchiklarni, hatto avtokreslo, shunaqa turdagi o'tirg'ichlar, samokatlar, hattoki xadinoklarni ham shu magazindan toparkansiz. Mana shu kolyaskasi menga juda ham yoqdi. Kolyaska qidirib yurgan mamashalar mana shu do'konga kelishinglarni maslahat beraman. Boshqa joylarga qaraganda narxlari ham yomon. Magazin manzili Chilonzordagi Atlasni 3-qavatida joylashgan Brand Kolyaska. Telefon nomerlarini ham qoldiraman. Zakaz qilsanglar 12 viloyatga dostavka xizmatlari ham bor. Qizlarjonlar, keyingi videomda kutinglar. Shu kresloni taxlash jarayoni juda ham kulgili bo'ldi. Videosini taxlab qo'yaman.